siz ko'rayotgan mana yosh katta ayollar mana yoshga o'xshab turibdi orqasida mana shu yosh katta ayol. Yosh qarilar anaqa qiladi xolos. Shug'ullanadi ko'proq yoshlar boshqa sport turlari bilan shug'ullanadi. Og'irroqlar bilan mana hamma keng kiyadi. Erkaklar ham, ayollar ham keng ust-bosh kiyadi. Qarang kuzatuvchim, salomatmisiz? Hozir ataylab avvalo qolib uzoqroqdanda siz uchun oldim. Koreya madaniyatida hali cho'milish madaniyatida ham bizda hali yolg'onga cho'milaveradi-yu, nimalar erkaklar. Bularda erkaklar tugul, bu kattalar tugul umuman yosh bolalar. Yosh go'daklarni ham kiyim bilan cho'miltirishadi. Haligi pastdagi shtoni ham uzun tushib turadi. Bunaqa tursiy bo'lib kalta bo'lmaydi. Bolalar shug'ullanishyapti. Hali madaniyatiga to'g'ri kelmaydi bularda. Kiyinish madaniyati, cho'milish madaniyati, hattoki yosh bolalarda chaqaloqda ham hali pampers shtonlarni ko'chada almashtirib ketavermaydi. Hamma joyda o'sha magazinlarda ham, bozorlarda, baysalarda, hamma joyda dam olish joylarida ham bolalarni pampers almashtiradigan maxsus xonalar bor. Bolalar uchun ovqatlantirib oladi, suvlar, sharoitlar qilib qo'yishgan. Hozir gapiraman kiyinish madaniyatim deb ancha oldin ana maqsad qilib qo'ygan. Men gapirganman ham qaysidir kadrda orasida aytaman deb. Ozgina sog'lig'imda muammo bo'lib qolib gapirolmadim. Yoshi kattalar ham, yosh qari kampirlar ham hammasi kiyim bilan, erkaklar. Hali hatto shortiga pastga tushib turib, yana uni ichidan hali yopishgan trikoni ham kiyishadi, uni ustida short kiyishadi. Hatto yengi uzun kiyimlarda nima qilishadi, cho'milishadi. Yosh bolalar, jijilari ham, hatto chaqaloqlari ham o'sha kiyim bilan ularda yalang'och cho'milish madaniyati uyat hisoblanadi. Hatto pampers ham almashtirmaydi deyapman-ku. Mana bular chiniqqanligi uchun mana sovuq quyosh chiqqan bilan quyosh chiqib turibdi. O'zgaruvchi Koreyada havo mana. Bolalar qarang boshyalar chiniqqan. Bular tug'ilgandan mana tapchikada ketyapti mana bolacha. Tapchikada ketyapti mana. Keng kiyishadi. Biram aqlli odam deb begona birovlar ko'ziga qarashmaydi bular. Salom beradi, ko'ziga tik qarashmaydi umuman. Xayrli kun bo'lsin. Bizda ham xudo xohlasa shunaqa madaniyat bo'lsin. Ilohim. Hali bizda maykali ham o'tirishaveradi, hali sportivkan trikolarda ham o'tirishaveradi. Bu uyatga kiradi. Biz o'zbegimizning madaniyatiga ham to'g'ri kelmaydi. Farzand oldida hali maykada, trikolarda o'tirish madaniyatsizlikka kiradi. Tarbiyani bolani buzishni o'zimiz boshlab qo'yamiz. Shunga ahamiyat beraylik.